O'rtasida mana shu ko'chalardagi ba'zi bir xil ahvol odamni o'ylantirib qo'yadi. Misol uchun odamlarning kiyinishi. O'zi odam nima uchun kiyim kiyadi? Misol uchun shu tana qismi ko'rinmasligi uchun, ayniqsa avratlari ko'rinmasligi uchun, misol uchun-da, shu tanasini bekitib yurish uchun. Endi nima uchun ayniqsa bu qizlarga taalluqli, nimaga ba'zi bir xil qizlar mana shu tarang qilib kiyib oladi, shu yopishib turadi tana qismiga. Endi sog'lom erkakni to'g'risi nimasini qo'zg'aydi endi baribir. Shu erkaklik quvvatini qo'zg'aydi baribir bunaqa holat. Endi tanasini bekitib yurish uchun bo'lsa, aynan nimaga shunaqa tarang kiyadi? Shu tortilib, shu yirtilib, yana ochilib shu ko'rinib qolish uchunmi? Shuni men umuman tushunmayman. Nima uchun bunaqa qilishadi? Nima uchun? Albatta shu ko'rsin shu narsani deb shunaqa qilishadimi? Qani hayo?